Yuragimdan doimiy ravishda xavotirdaman. Hozir vut-vut yuragim to'xtab qoladigandek, infarkt bo'lib qoladigandek, o'lib qoladigandek his-tuyg'ularni, fikrlarni doimiy ravishda o'ylayman. Yuragimning pulsi oshib ketib qoladi. Doimiy ravishda yuragim haqida o'ylayman, qayg'uraman. Butun e'tiborim, xayolim yuragimda. Lekin doktorga borib tekshirtiradigan bo'lsam, tekshiruvdan o'tadigan bo'lsam, menda hech qanaqangi yuragimda kasal topishmaydi. Bu holat nima va bu holatda biz qanaqa qilib to'g'rilashimiz, yaxshilashimiz mumkin ekanligi haqida bugungi videoda biz sizlar bilan gaplashamiz. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Azizullohxon Sa'dullayev, xalqaro toifadagi klinik psixolog, nevrotik va depressiv buzilishlar bo'yicha mutaxassis hisoblanaman. Bir necha yillardan beri turli ko'rinishdagi va shakldagi nevrotik hamda depressiv buzilishlardan aziyat chekayotgan insonlarga o'zimni psixologik hamda psixoterapevtik ko'magimni berib kelaman. Agarda siz ushbu kanalda yangi bo'ladigan bo'lsangiz, ushbu kanalga obuna bo'lishingizni, bu yerda siz ko'plab nevrotik va depressiv buzilishlarga oid bo'lgan nihoyatda foydali hamda kerakli ma'lumotlarni olishingiz mumkin bo'ladi. Qolaversa, hammalarni o'zimning shaxsiy Telegram hamda Instagram sahifalarimga chorlab qolaman obuna bo'lishga. U yerda ham siz bir-birini takrorlamaydigan nihoyatda muhim va foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Qolaversa, jonli efirlarda, jonli savol-javob va jonli tahlillarda ishtirok etishingiz va o'zingizning savollaringizga javob olishingiz mumkin bo'ladi. Kardiofobiya yoki kardionevroz nima deb aytadigan bo'lsak, insonda asossiz ravishda, ya'ni insonda tibbiy tekshiruv, tibbiy tahlil natijalari yuragida hech qanaqangi kasallik, hech qanaqangi uni salomatligiga, sog'ligiga zarar yetkazuvchi kasallik, muammo yo'q ekanligini ko'rsatishiga, isbotlashiga qaramasdan, insonni menda qanaqadir yuragimda poygindek kasal bor, mana hozir yuragim to'xtab qolishi mumkin, o'lib qolishi mumkin, infarkt bo'lib qolishi mumkin, yuragim yorilib ketishi, to'xtab qolishi, tushib qolishi, chiqib qolishi mumkin degan doimiy ravishda insonni yuragiga nisbatan xavotirda, qo'rquvda ekanligi, insonni o'sha tibbiy tekshiruv natijalariga ishona olmasligi, xotirjam bo'la olmasligi, inson baribir mana nimadir ketyapti degan demak qattiq qo'rquvda, xavotirda insonni bo'lishi, inson butun e'tibori, butun diqqati uni yuragiga qaratilganligi, ertadan kechgacha inson yuragini eshitgan, yuragidagi har bitta bo'layotgan o'zgarishni ko'rishga, nazorat qilishga harakat qilishi, insonni постоянно qo'li pulsda ekanligi, постоянно tam yonida demak tonometr olib yurib yonida постоянно demak davleniyasini o'lchashi holatlarini, vaziyatlarini biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Va mana shu holatlarga, vaziyatlarga nisbatan biz kardiofobiya, kardionevroz deb aytamiz. Bu nevrotik buzilishlarni eng keng tarqalgan ko'rinishlaridan, shakllaridan biri hisoblanadi. Endi asosiy simptomlariga aytadigan bo'lsak, bunaqangi insonlar doimiy ravishda demak o'sha taxikardiya holatini, demak ya'ni yuragini o'sha tezlashib urib ketish holatlarini demak his qilishi. Ayni damda shu yuragim qanaqadir notekis urayotgandek bo'layapti yoki yuragim sekinlashib ketayotgandek urishini degan holatlarni, vaziyatlarni aytishadi. Insonda 120, 140 gacha bo'lgan demak davleniyani ko'tarilishini misol uchun ko'rishimiz mumkin. O'sha voyda davleniyam ko'tarib ketyapti, mazam qochib qolyapti, 140 ga ham ko'tara olmayapman va hokazo degan holatlarni, vaziyatlarni inson aytishi. Insonni yurak sohasida ma'lum bir ko'rinishdagi bir sanchiqlarni, bir og'riqlar bo'layotgandek, sanchayotgandek bo'layotgan holatlarni, vaziyatlarni demak his qilishiga nisbatan. Inson o'tirgan joyida, yotgan joyida yurak urishini eshitayotgandek, yuragini boygindek his qilayotgandek demak bo'lishi, ya'ni aytishadi, men yotgan paytimda o'sha yuragim qanaqa urayotganligini eshitaman, ya'ni qo'limni qo'ymasam ham o'sha yuragim urayotganligi menga eshitiladi degan holatlarni, vaziyatlarni aytishadi. Endi bu holat, vaziyat qachondan keyin, nimadan keyin boshlanadi deydigan bo'ladigan bo'lsak, inson biza endi ilm tilida vahima xurujlari, ya'ni panik ataka degan holat, vaziyat bor. Ya'ni bu insonni bu haqida men nihoyatda to'liq va batafsil gapirgan videoim bor. Hozir sizlar ekranda ko'rib turibsizlar, shu narsani kirib ko'rishni nihoyatda tavsiya qilaman. Ya'ni bu insonni nihoyatda o'tkir va dahshatli darajadagi qo'rquv epizodini yashab o'tishi hisoblanadi. Va aksariyat holatlarda o'sha birinchi inson vahima xurujini yashab o'tayotgan paytda insonni pulsini, yurak urishini haddan tashqari tezlashib ketib qolishini, bu kimdadir 140 dan 160 gacha bo'lgan darajadagi shu pulsi tezlashib ketib qolishi, bir shu qon bosimi sal-pal oshishini boygindek ko'rishimizga guvoh bo'lishimiz mumkin bo'ladi. Va bu o'sha vahima xurujlari, bu o'sha panik ataka, как будто inson hozir men o'lib qolayotgandek, men как будто o'lib qolish hozir epizodini boygindek yashab o'tdim degan juda ham qattiq qo'rquv bilan yashab o'tiladigan holat, vaziyat hisoblanadi.
Endi o'sha panika ataka paytida boyagindek inson o'sha qattiq yuragini urib ketganligini, yuragini bir sanchigandek, og'rigandek bo'lgan holatda, vaziyatda his qilgandan keyin inson boshlang'ich etapda bu panika ataka bo'ldim deb o'ylamaydi. Men qanaqadir yurak xurujini hozir o'tkazdim. Yurak xuruji men bilan bo'lib qolishi mumkin edi. Misol uchun menda hozir infarkt bo'lib qolishiga ozgincha qoldi, men o'lib qolishimga ozgincha qoldi degan holatda, vaziyatda o'sha qo'rquvini, xavotirini natijasida paydo bo'lgan o'sha yuragini urib ketish, yuragidagi bezovtalikka inson yurak xuruji, infarkt, insult yoki nimadir bo'lib qoldim degan holatda, vaziyatda boyagini tahlil qiladi, qabul qiladi va shu narsa natijasida o'zini o'zi qo'rqitib yuborganligini hisobiga inson bu yog'iga o'sha sodir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan infarktini, o'limini, yurak xurujini, yuragini to'xtab qolishini, borgan insultini misol uchun oldini olishga harakat qilib yashaydigan bo'ladi. Lekin boyagina inson endi men o'lyotgandim, menda infarkt bo'lyotdi, menda yuragim xuruj qildi deb misol uchun doktorga borganda yoki skoriy kelganda inson tekshiriladi, insonda hech qanaqangi na yurak xuruji bo'lmaganligi, insonning hamma показательlari, hamma anaqalari normal holatda ekanligi, endi просто aytishadi skoriydagilar davleniyingiz oshib ketib qopti degan gap aytgandan keyin bo'ldi, tamom, men davleniya kasali bo'lib qolman, endi men yuragim nimadirdan ishdan chiqibdi, endi men o'zimni asrab yurishim kerak, men yuragimdagi bo'lib qolishi mumkin bo'lgan kasallikni oldini olishim kerak degan fikr, ishonch insonning xayoliga, miyasiga kirib qolgandan keyin undan u yog'iga inson ana endi keyingi sodir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan yurak xurujini oldini olish uchun harakat qilishni boshlaydi. Va bu narsa natijasida sal-pal diskomfort his qilgandek bo'lgan paytda, sal-pal yuragini pulsi oshgandek, ko'tarilgandek bo'lgan paytda bu yana insonni qattiq qo'rqitib yuborishi, dahshatga solishni boshlaydi. Shu narsaning natijasida inson o'zi yugurib doktorga borgan, kardiologga borgan, skoriy chaqirgan, skoriyga borgan va hokazo bo'lgan holatlarni, vaziyatlarni, demak, insonni qilishini, bajarishini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yana qaytaraman, biz insonni har taraflama vrachlar, kardiologlar insonni har taraflama tekshirishadi. Insonning yuragi 18 yasharda, 20 yashar insondek sog'lom ekanligini, sizda yuragingizda hech qanaqangi muammo yo'q degan boyagindek kardiologlar xulosani berishadi. Hurmatli do'stlar, bir narsani nihoyatda tushunishlarni xohlayman. Kardiofobiya, ya'ni misol uchun siz kerakli apparat tekshiruvlaridan o'tdingiz. Ya'ni bularning ichiga EKG, nagruzka bilan qilinadigan EKG misol uchun kiradi. Holter taqdingiz, yuragingizni echo qildirdingiz, echokardiogramma qildirdingiz, ya'ni shu yuragingiz qanaqa ishlayotganligini ko'rishni o'rganishdi. Va mana shu holatlarda, nuqtalarda sizda hech qanaqangi kasal topilmaydigan bo'ladigan bo'lsa, sizancha bu sizni yuragingiz sog'lom ekanligini, sizdagi holat, vaziyat bu psixologik xarakterga ega ekanligini ko'rsatadi va isbotlaydi. Demoqchi bo'lganim, kardionevroz deymizmi, kardiofobiya bu yurak muammosi emas. Bu sizni ichingizdagi nihoyatda ko'tarilib ketgan, nazoratdan chiqib ketgan qo'rquvingizni va xavotiringizni natijasi hisoblanadi. Nimaga? Chunki inson qachonki qo'rqayotgan paytda, xavotirlanayotgan paytda, qo'rquv va xavotir bu bizning eng fiziologik namoyon bo'ladigan emotsiyalarimizdan, his-tuyg'ularimizdan biri hisoblanadi. Qo'rquv va xavotir har doim tanada ma'lum bir o'zgarishlarni, ma'lum bir simptomlarni beradi. Endi kardiofobiya holatida qachonki любой inson, u sizmisiz, boshqamisiz, menmi farqi yo'q, istalgan men uchun xavfli, xatarli deb ko'rayotgan, his qilayotgan, baholayotgan holatimga, vaziyatimga tushgan paytimda yuragimning urishi boyagindek tezlashadi, pulsim ko'tariladi va ma'lum bir ko'rinishda shaklda boyagindek meni qon bosimim oshishi va tanamning boshqa simptomlar bunga qo'shilishi mumkin bo'ladi. Bu meditsinskiy jihatdan, fiziologik jihatdan xavfli, xatarli holat hisoblanmaydi. Prosta sizni qo'rqayotgan, xavotirga tushayotgan holatlaringizga, vaziyatingizga nisbatan sizni tanangizni reaksiyasi hisoblanadi. Shu sababli ham demoqchi bo'lganim, ya'ni siz o'zingizni qo'rqitayotgan paytingizda, xavotirga tushayotgan paytingizda sizni yuragingizni pulsini oshishi, ko'tarilishi bu sizni o'ldirayotgan yoki sizda sodir bo'lib qolishi mumkin bo'lgan yurak xuruji va hokazolarni demak olib kelib qo'ymaydi. Shu sababli ham demoqchi bo'lganim, biz kardiofobiyada yurakni siz ertadan kechgacha aktivaga olganligingiz bilan, qanaqadir yuragingizni pulsini normalizatsiya qiladigan, tinchlantiradigan bir beta blokator dorilarni ichganligingiz bilan siz yuragingizdagi nima desa bo'ladi, kardiofobiyangizni yengib, kardiofobiyangizni joyiga qo'yib qo'ya olmaysiz. Kardiofobiyaning asosiy sababi
Va kardiofobiya nimani natijasida kelib chiqadi? Bu bizani ichki xavotirimizni, ichki qo'rquvimizni, demak, o'sha nihoyatda yuqori ko'tarilib ketishi, nazoratdan chiqib ketib qolishi natijasida sodir bo'ladigan holat, vaziyat hisoblanadi. Shu sababli ham kardiofobiya joyiga kelishi, yo'qolishi, davolanishi boshlaydi. Qachonki siz yuragingizni tinch qo'yib, o'zingizni ichki xavotiringiz, qo'rquvingizni nazorat qilishni, boshqarishni o'rganganligingizdan keyin. Keyingi masala. Kardiofobiya nima desa bo'ladi? Meditsinadan uzoq bo'lgan, meditsinani zo'r tushunmaydigan insonlarda sodir bo'ladigan holat, vaziyat hisoblanadi. Nega? Chunki qachonki inson o'zini tanasini qanaqa ishlashini bilmas ekan, tushunmas ekan, shu narsa natijasida tanasidagi organlar haqida noto'g'ri, noo'rin tasavvurlar bo'lar ekan, shu narsa natijasida inson bo'yagindek bo'layotgan har xil o'zgarishlarni, har xil holatlarni noto'g'ri tahlil qilishni boshlaydi. Nimaga unaqa narsani, nimaga bu narsani aytolmay tushuntira deydigan bo'lsak, ko'pchilik o'ylaydiki, endi odamlarni, mana ko'pchilik aholini orasida nima deymiz? Palonchi yurakdan ketib qopti, infarkt bo'lib qopti, o'lib qopti, misol uchun shu gap, ya'ni insonning o'limi juda ham ko'p holatlarda yurak qon tomir misol uchun kasalliklariga bog'lanadi. Infarkt bo'lib qopti, yuragi ko'tarmabdi, yuragi dosh bermabdi va hokazo degan misol uchun xalq orasida tarqalgan gaplar bor. Ya'ni ko'pchilik o'ylaydiki, insonni bir qanaqadir qo'rquvini, bir stressini, asabiylashganligini natijasida insonlar o'ylashadiki, haqiqatdan men asabiylashsam, men qo'rqadigan bo'lsam, men infarkt, insult bo'lib qolishim, yuragim to'xtab qolishi, yuragim yorilib ketib qolishi mumkin degan fikrda, xayolda insonlar bo'lishadi. Bu 100% noto'g'ri xayol va noto'g'ri fikr hisoblanadi. Sizni asabiylashishingiz, qo'rqishingiz, xavotir olishingiz hech qanaqasiga sizni даже siz xohlasangiz ham, даже siz harakat qiladigan bo'lsangiz ham infarkt, insult qilib sizni o'ldirib qo'ya olmaydi. Chunki infarkt uchun, insult uchun javob beradigan tanadagi proseslar umuman boshqa proseslar, jarayonlar hisoblanadi. Sizni qo'rquv xavotiringiz uchun javob beradigan proseslar bu umuman boshqa proseslar, jarayonlar hisoblanadi. Deylik, misol uchun, agardaki sizda infarkt, insult xavfi mavjud bo'ladigan bo'lsa, sizni kardiologda shunchaki oddiy yuragingizni pulsini tekslashtiradigan dori bilan uyingizga qo'yib yuborishmaydi. Ya'ni infarktga, insultga moyilligi bo'lgan insonni, demak, yuragini ishlash faoliyati, qon tomirlarining faoliyati, yuragining pulsidagi bo'layotgan o'zgarishlar orqali aniqlasa, ko'rsa bo'ladi. Bu narsani nima desa bo'ladi? Doktorlar juda ham yaxshi ko'ra olishadi, yaxshi ajrata olishadi. Demoqchi bo'lganim, например, любой kardiologdan bu narsani so'rashingiz, tasdiqlab olishingiz mumkin bo'ladi. Hech qachon infarkt, insult bu stressdan kelib chiqmaydi. Bu demak, shu qon tomirlarining ichida, hozir mana shu anaqada ham ekranda ham ko'rib turibsizlar, qon tomirlarining ichida o'sha blyashkalarning o'sha to'planishidan, yig'ilishining natijasida sodir bo'ladigan holat, vaziyat hisoblanadi. Так что asabiylashib, qo'rqib paytingizda xohlasangiz ham darsiz, misol uchun infarkt, insult bo'lib qolmaysiz. Bu narsani любой doktordan so'rashingiz, aytishingiz mumkin bo'ladi. Endi manba gap asabiylashgandan keyin, qanaqadir yomon xabar eshitgandan keyin ko'tara olmay qopti, undoq qila olmay qopti, bundoq bo'lib qopti degan gap so'z, bu nima degani? Bu уже insonni yuragi infarkt bo'lishga, insult bo'lishga уже tayyor bo'lgan, уже insonni yuragida уже patologik proseslar, patologik boyginlik jarayonlar boshlanib bo'lgan bo'ladi va shunchaki stress bu eng oxirgi kapla, eng oxirgi tomchi vazifasini boyginlik o'tab bergan bo'lishi mumkin bo'ladi. To есть stress eng oxirgi nuqta bo'lishi mumkin, lekin stress hech qachon boyginlik sababchi bo'la olmaydi. Endi bo'lib ham kardiofoblar, bugun erta insult bo'lishdan yoki infarkt bo'lishdan tam juda ham zastrahovanный hisoblanishadi, qaysidir ma'noda oldini olayotgan bo'lishadi, chunki ularni boyginlik qayta-qayta yuragini nazorat qilishi, qayta-qayta millionta tekshiruvlardan o'tishi уже bor sodir bo'lishi mumkin bo'lgan barcha qaysidir ma'noda yurak kasalliklarini уже ularda nima desa bo'ladi, oldindan aniqlanishiga, bor muammo ham boyginlik joyiga keltirishiga, hal qilinishiga sababchi bo'ladi demoqchi. Keyingisi, yuragimni pulsi oshib ketyapti, misol uchun aytishadi, menda anaqamda nima deydi, EKG'imda tam sinusli taxikardiya degan narsani misol uchun ko'rsatadigan narsani aytishadi. Hurmatli do'stlar, bir narsani to'g'ri tushunishlarni xohlayman. Inson qanaqadir jismoniy stress paytida, ya'ni siz qanaqadir jismoniy mehnat qilayotgan paytingizda, vaqtingizda yokida emotsional stress paytida bizani yana qaytaraman, yuragimizning pulsini oshishi, 140 dan boshlab turib 160 gacha bo'lgan pulsimizning ko'tarilishi, aynan stress paytida, hayajonlanayotgan paytingizda, qo'rqayotgan paytingizda, qanaqadir bir jismoniy mehnat qilayotgan paytingizda bu narsani ko'tarilishi bu to'laqonli normal fiziologik jarayon va fiziologik proses hisoblanadi. O'zi mana истинный kardiologический patsient bilan, kasal bilan, mana qangi kardiofob orasidagi farq nima deydigan bo'ladigan bo'lsak,
Истинный kardiologический kasalliklar bu qachonki inson ma'lum bir jismoniy mehnatni qilganligini hisobiga o'zidan nima bo'ladi, darak beradi, o'zidan anaqa beradi. Ya'ni patologический, misol uchun taxikardiyalar, aritmiyalar, yurak buzilishini qilish inson ma'lum bir jismoniy xatti-harakat qilgandan keyin namoyon bo'ladi, ko'tariladi. Ana endi kardiofobiyada nimani ko'rishimiz mumkin deydigan bo'lsak, kardionevrozda nimani ko'rdik desak, insonni yuragi esiga tushib qolgandan keyin, insonni diqqatni yuragiga qaratib qo'yilgandan keyin, inson asabiylashgandan keyin, inson qo'rquv va xavotirni his qilgan paytida yuragida demak boyagina pulsini oshishini, pulsini kuchayishini boyagina ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Inson xotirjam bo'lgan paytda, insonga hech qanday emotsional diskomfort sodir bo'lmayotgan paytda, nuqtada yoki insonni yuragi esidan chiqqan paytda insonni yuragi jismoniy harakat qilsa ham, yugursa ham, yursa ham hech qanaqangi uni mana bir bezovta qilmayotgandek, hech qanaqangi yuragida diskomfort holati vaziyati sodir bo'lmayotgandek bo'lgan holatda vaziyatda aytishadi. Kardiofobiyasi bor bo'lgan insonlar juda ham yaxshi bilishadi. Yuragim deyishligi bilan, yuragim qanaqa edi bugun degan xayol, fikr o'tishi bilan yuragning o'zi pulsi ko'tarilishi, yuragi bir urgandek, sanchigandek, og'rigandek, achishgandek bo'lgan holatlarni, vaziyatlarni insonlar demak aytishadi. Eslashadi. Keyingi farqli nuqtalardan biri даже men patsientlarimga shunaqa kardiofobiyasi bor bo'lgan patsientlarimga shunaqangi vazifani beraman. Yoki eslang, kuzating degan narsani aytaman. Haqiqatda yurak kasal bor bo'lgan odam, misol uchun yuragini tam kerak bo'ladigan bo'lsa, pulsi 200 urayotgan odam, tam 180 urayotgan odam, voydod, men bilan bir narsa sodir bo'lyapti, menda infarkt bo'lyapti, insult bo'lyapti deb hech qachon yugurmaydi. Ya'ni haqiqatda истинный, серьезный сердечный patologiyasi bor bo'lgan inson, yurak urib ketyapti, tam 200 ta, 250 tagacha ham kerak bo'lsa chiqadi, lekin u joyida xotirjam, spokойно o'tiradi. Yoki bo'ladigan bo'lsa, haqiqatda infarkt bo'layotgan inson hech qachon turib, yugurib, skорыйni borib kutib olishga, skорыйni oldiga borishga, o'zim tam rulga o'tirib больницаga borishga hech qanaqasiga uni xohishi, nima bo'ladi, kuch imkoniyati bo'lmaydi. U juda ham qattiq og'rig'i natijasida shokka tushadi, hushini yo'qotadi va misol uchun hech qanaqasiga qimillab o'ziga harakat qila olmaydi. Demoqchi bo'lganim, siz vodod meni yuragim ko'tarmayapti, yuragim urib ketyapti, hokazo qilib, vahima qilib, o'zingiz tam lekin mashinaga, taksiga o'tirib, tam anaqaga boryapsizmi, doktorga boryapsizmi, ayni damda skорыйni o'zi ko'chaga chiqib, podyezdingizni boshidan kutib olyapsizmi? Bu juda katta ehtimol bilan sizda aynan bu fobiya holati ketayotganligini bildiradi, ko'rsatadi. Endi nima qilishga, yechimga keladigan bo'lsak, bu narsani kardiologlar davolay olishmaydi. Kardiolog kardiofobiyada, kardionevrozda qilishi mumkin bo'lgan, berishi mumkin bo'lgan yagona yordami sizni yuragingizda hech qanaqangi kasal yo'q ekanligini ko'rsatib berishi, isbotlab berishi, tekshirib xulosa qilib berishi kerak bo'ladi. Sizni o'sha oshib ketayotgan yoki noto'g'ri urayotgan pulsingizni tinchlantirishga, tekislashga yordam beradigan shu beta blokatorlar degan dorilarni boyagindek yozib berishligi mumkin hisoblanadi. Lekin o'zi men kardiofobiyada bu narsani postayni qabul qilish tarafdori emasman. Chunki bunaqangi beta blokatorlar yoki boyagina hammani yaxshi ko'radigan yurak dorilari bo'lgan qo'sh tirnoq ichidagi karvalol, valerianka, validol kabi dorilar bizda хранительное поведение deymiz, ya'ni himoyalanuvchi xulq-atvorni paydo qilib qo'yishiga, shakllantirib qo'yishiga sababchi bo'ladi. Lekin kardiofobiyaning asosiy davosi bu demak psixoterapiyada, psixolog bilan ishlagan holatda joyiga keltiriladigan holat hisoblanadi. Albatta, yuqori darajadagi juda ham yarko выраженный deydi, yuqori darajada namoyon bo'layotgan, demak, o'sha xavotirning boshqa belgilari, xavotirning boshqa simptomlarini korreksiya qilish uchun imенно biz vrach psixiatrlarga murojaat qilishimiz kerak bo'ladi. Ular sizni o'sha tinchlantirishga, xotirjam bo'lishingizga, o'tkir fiziologik demak simptomlaringizni pasayishiga, kamayishiga yordam beruvchi demak preparatlarni yozib berishadi va undan u yog'iga demak asosiy harakat va asosiy inson o'zining ustida ishlashi bu psixoterapiyaning jarayonida bo'lishi kerak bo'ladi. Endi psixoterapiyada biz nima qilamiz deydigan bo'ladigan bo'lsak, biz psixoterapiyada o'zimizga o'zimiz isbotlashga yetib kelishimiz kerak bo'ladi. Что sizni yuragingiz sog'lom ekanligi, sizni yuragingiz hech qanaqangi o'lib, netib, infarkt bo'lib, insult bo'lib qolmasligiga yaqin 5 yil, 10 yil misol uchun ichida va sizni yuragingiz sizga hech qanaqangi xavf-xatar demak paydo qilmayotganligini, yetkazmayotganligini biz xulq-atvorimizni ishlagan holatda, xulq-atvorda to'g'ri xatti-harakatlarni bajargan holatda isbotlashimiz va shu nuqtaga yetib kelishimiz kerak bo'ladi birinchi etapda.
Ikkinchi etapda bo'ladigan bo'lsa, albatta bu insonni o'sha ichidagi shaxs xavotirchanligini, o'sha patologik darajada rivojlangan, ko'tarilib ketgan qo'rquv va xavotir ustida ishlash va mana shu narsani demak pasaytirishi ustida bo'ladi. Men bu videodan tushunishinglar, xulosa olishinglarni xohlagan narsam, sizni yuragingizda hech qanaqangi muammongiz, problemangiz yo'q. Kardiofobiya bu yurak muammosi emas, bu insonni psixologik o'zgarishlari, psixologik buzilishlaridan biri hisoblanadi. Prosta biz organ sifatida his qilishimiz nuqtai nazaridan yuragimizni oson eshita olganligimiz, his qila olganligimiz uchun biz e'tiborimizni, diqqatimizni mana shu yuragimizga qarab qoladi. Va ikkinchi nihoyatda muhim bo'lgan narsa, siz qachonki asosiy trevojniy расстройство, nevrotik buzilishingizni davolaganligingiz va joyiga keltirganligingiz hisobiga bu holat, bu vaziyat joyiga kelishi, yaxshilanishi mumkin bo'ladi. Endi shu yerda men berishim mumkin bo'lgan bir nechta umumiy tavsiyalar bor. Bu kardiofobiyasi bor bo'lgan inson albatta jismoniy faoliyat bilan shug'ullanishi, o'zini vegetativ nerv tizimini va yuragini chiniqtirishi lozim hisoblanadi. Agardaki sizda demak o'sha gipodinamiya holati bo'ladigan bo'lsa, ya'ni kam harakatli holati bo'ladigan bo'lsa, agardaki siz o'zingiz invalidga chiqarib olib, nogironga chiqarib olib, menga undoq qilish kerak emas, menga bundoq qilish kerak emas degan holatga, vaziyatga chiqarib olgan bo'ladigan bo'lsangiz, sizni misol uchun istalgan ana endi oddiyroq, yengilroq jismoniy harakat qilgan paytingizda, demak sizni taningizni zo'riqishi kuchayib ketadi, boyagidek yuragingiz misol uchun sal-pal harakat qilib qo'yganligingiz hisobiga tezroq ko'proq urib ketib qoladi va bu narsani biz yana mazamizdan qochayotganligi, o'zimizni yomon his qilayotganligimizni belgisi sifatida qabul qilib, o'zimizni o'zimiz qo'rqitib yuboramiz. Agardaki siz jismoniy faol bo'ladigan bo'lsangiz, kerakli ko'rinishdagi shakldagi kardio nagruzkalar bilan, sport bilan misol uchun shug'ullanadigan bo'ladigan bo'lsangiz, sizni mana bunaqangi tasodifan urib ketib qolishlari, tahikardiyalaringiz misol uchun qo'yib yuborishi yengillashishi, o'sha yuragingiz, miyangiz, markaziy nerv tizimingiz, vegetativ nerv tomirlaringiz chiniqqanligini hisobiga qo'yib yuborishi boyagidek yengillashishi mumkin bo'ladi. Va bu o'sha o'tkir mana bu yoqimsiz shu yurangdan urib ketishini, qanaqadir o'zingizni yoqimsiz his qilishingizni demak yengillashtirishga yordam beradi. Ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda mana yuragimiz urib ketib qotgan paytda, misol uchun odamlar o'zini o'zi qutqarishga, tonometr o'lchashga, dori ichishga, va hokazo tam skoriyaga yugurishga, boshqa qilishga harakat qilishadi. Bu yerda men tavsiya qiladigan yagona narsa shu, aynan kardiofobiyada misol uchun yuragingiz urib ketayotgandek bo'layotgan paytda, o'zingizni qanaqadir yomon his qilayotgan paytingizda avvalambor hech narsa qilmaslik, birinchi o'rinda hech qanaqangi qanaqada ham o'lchamaymiz, tonometr ham o'lchamaymiz, hech qanaqangi dori ham ichmaymiz ayni damda va faqat to'g'ri nafas olishga ahamiyat berishimiz kerak bo'ladi. Chuqur, to'liq nafas olishga va nafas chiqarishga harakat qilishimiz kerak bo'ladi. To'g'ri nafas olgan paytimizda bizani o'sha yuragimizning tinchlashiga yordam beradigan simpatik, demak, nerv tolallarimiz aktivlashganligini hisobiga bizani yuragimizning pulsi ham sekin-sekinlik bilan joyiga kelishi, yaxshilanishi boshlaydi. Va sizning yuragingizni urib ketishi bu har doim natija emas, bu oqibat hisoblanadi. Va nima narsalar natijasida yuragimiz urib ketayotganligi, qaysi vaziyat, qaysi holatlar natijasida yuragimizning shu pulsi oshib ketayotganligiga, ya'ni qanaqa psixologik faktorlar, qanaqa sizning xayollaringiz, fikrlaringiz bunga sababchi bo'layotganligiga ahamiyat qaratishimiz, e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi. Kardionevroz bu inson yashab o'tishi nuqtai nazaridan, inson demak bir jamiyatda, ko'cha-kuyda odamlar orasida yurishi nuqtai nazaridan insonga juda ham qiyin bo'lgan, yoqimsiz, og'ir bo'lgan holat hisoblanadi. Bu insonni hayotini cheklab, chegaralab qo'yishi, insonni o'zini o'zi jismonan nogiron sifatida his qilib qolishiga sababchi bo'luvchi holatlardan, vaziyatlardan biri hisoblanadi. Lekin bu именно fiziologik nuqtai nazardan, bir qanaqadir siz organizmingizga nuqtai nazardan hech qanaqangi xavfli, xatarli bo'lgan holat vaziyat hisoblanmaydi. Sizni boyagidek bugun tam kardionevroziz, ertaga haqiqatda yurak kasalligi, boshqa narsaga boyagidek o'tib ketib qolmaydi. Undan xavotir olmasangiz ham, boyagidek qo'rqmasangiz ham bo'ladi. No, o'sha glavniysi shu ichki xavotirimizni pasaytirish, ichki qo'rquvlarimizni ustida ishlashimizning hisobiga bunaqangi yuragimizdan urib ketish holatlari, vaziyatlari ham joyiga kelishi, joyiga tushishi mumkin bo'ladi. Hurmatli do'stlar, umid qilamanki video sizlarga foydali hamda kerakli bo'ldi deb. Bu kardionevroz haqida meni birinchi videoim emas, bundan bir necha yil oldin ham men bu haqida juda ham ko'plab videolar olganman. Bu qolgan videolarni ham demak pastda qoldiraman, ularni ham ko'rib ko'rishingizni nihoyatda tavsiya qilaman. Umid qilamanki video sizlarga foydali hamda kerakli bo'ldi deb. Sizda kardiofobiya bormi? Bu qanaqa namoyon bo'ladi? O'zingizga qanaqa yordam berishga harakat qilasiz? Iltimos bular haqida hammasi haqida kommentariyada yozib qoldiring va sizlarni hammalarni o'zimning ijtimoiy tarmoq sahifalarimga obuna bo'lishga chorlab qolaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.